Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga zo'r mahalladan, zo'r uy, yaxshi qurilgan, sifatli qurilgan, ayniqsa lokatsiyasi vahshiy zo'r joydan uy ko'rsataman. Sizlarga ham yoqadi. Kommentariyada menga ham shunaqa zo'r joylardan uy nasib qilsin deb yozgan har bir obunachimga bundan zo'r uylar nasib qilsin. Xo'p, biz qayerda turibmiz? Toshkent shahri Yunusobod tumani, Ahmad Donish ko'chasi, hamma biladi. Anorzor mahallasida turibmiz o'rtoqlar. Mana sizlarga Arinter Garnet Hotel. Shunda kartaga yozsanglar, qattaligini bilib olsanglar bo'ladi. Garnet Hotelni mana yonidan kirib keldik. Shu yerga 4 ta uy qurgan ekanlar. Bittasi 3,5 sotuvga yaqin ekan. Buni ham xohlasanglar, kelsanglar, buni o'zlari bitta aylantirib chiqarlar. Bu vahshiy boshqacha qurilgan. Ham sotuvi katta. Kelib gaplashasizlar. Bu yerda mana ikkita bir xil qurilgani bor. Bu bilan eng oxirgisi o'rtasidagi sotilgan. Bu ikkita narxlari bir xil, ikki sotuvdan bo'ladi. Va planirovkalari ham bir xil o'rtoqlar. Men sizlarga shunisini tavsiya qilyapman, reklama qilyapman. Xohlasanglar kelgan yerda pul ko'proq bo'lsa, endi bu yerda sotuga bilasizlar 60 ming, 65 ming bir sotuv yerlar. Bu yerdagi 3,5 sotuvligini hisobiga kelib ko'rishib gaplashsanglar bo'ladi. Pastda egalarining nomeri. Xo'p, aynan shu xonadon agar sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, biza Boshpana TV jamoasi hozir bir yangilik qilganman. Boshiga hech qanaqa pul to'lamaysiz. Biz borib uy joyingizni reklama qilamiz, siz bilan xat hujjat qilib olamiz. Uy sotilgandan keyin bizning xizmat haqqimizni to'lab berasiz. Unaqani 3% maklerskiy, o'rtada dallolchilik unaqa narsa yo'q. Yoki uyingizni narxiga ustiga pul qo'yib sotish yo'q. Bizga realniy narx qo'yasiz, faqat qimmat qo'yib olmaysiz. Qimmat bo'lsa men bormayman. Men obunachilarimga arzon uy tavsiya qilishim kerak. Uyingiz narxi arzonroq bo'lsa, yaxshi bo'lsa, menga bir so'm pul to'lamaysiz, borib uyingizni reklama qilaman. Sotilgandan keyin bizning xizmat haqqimizni to'lab berasiz. Bank счетlarimizga siz bilan dogovor orqali ishlaymiz. Hech qanaqa shunda siz meni aldamaysiz, men sizni aldamayman. Mana o'zi biz hech kimni aldamaymiz. Men bizani aldaydi. Uyini sotib oladi-da, voy tog'amni o'g'liga sotdim, amakimni o'g'li kelib qoldi, qo'shnimni jiyani olib qoldi deydi. Men reklamamgacha sota olmaydi, boshqa blogerlarga berib ham sota olmaydi. Men reklama qilaman, bir kunda sotib turib, meni aldayotganlar bor. Shuning uchun xat hujjat bilan bundan keyin ishlaymiz, lekin sizga yaxshi tarafi bir so'm pul to'laymiz. Agar siz uy sotish kerak bo'lsa, aynan shu nomerlarga telefon qiling. 97 kodi bilan 422 27 75 o'zim olib, o'zim javob beraman. Borib uyingizni o'zim obzor qilib, chiroyli qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Xo'p, kiramiz. Bu yerda katta bitta darvozani o'rni, hozir ko'rdinglar, bundan oldingi o'sha sotilgan uy darvozasi chiroyli bo'lib tushgan. Bemalol bitta mashinangiz sig'adi, tashqariga ham bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda xohlasangiz zeleniy zona qilib olasiz. Xohlasangiz tapchan qo'yib olasiz, xohlasangiz nima qilsangiz qilasiz. Bemalol tapchan qo'yib olamiz, chunki tepasi ochiq, terrasalari bor, 4 ta uruvilli uy bu. O'rtoqlar, shuning uchun mana bu yerda zeleniy zona qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan pastga podvolga tushsangiz bo'ladi. 100% podvol. 100% podvol. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, mansarda va terrasalari bor. 4 ta urovень. Ketib ichkariga kiramiz. Katta oyna qo'yasiz. Bu yerga eshiklarni qo'yasiz. Bot hol. Qarang, holni zo'r tarafini aytaman. Bot hol. Bu yoq zal. Nimaga bu ochiq desiz, bu yerga xohlasangiz bunaqa suriladigan eshiklar bor, oynali. Shundan qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz ko'p mehmon kutayotgan bo'lsangiz, bitta ochasiz, juda ham katta zal bo'ladi. Shuni o'ylashgan. Xohlasangiz devor qilib yopib eshik qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu oshxona. Dokumentdan muammosi yo'q, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, maktab, bog'cha, masjiddan muammo yo'q. Arinterlarni aytib o'taman. Universal bozor bir qadam. Bu yoqda ko'rdinglar, Garnet mehmonxonasi bir qadam, telebashina bir qadam. Toshkent shahri Yunusobod tumanida turibmiz, bilgan odam biladi. Juda ham katta zal. Aytdim boyagidek ochib olsangiz undan ham katta bo'ladi. Orqa xo'li bor. Bu yerga xohlasangiz bitta eshikli qo'ying, xohlasangiz to'liq rom qo'ying, farqi yo'q. Chunki bu yerda mana spanli bor, spanning oldidan ham tushsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana podvollarni ham havo aylanishini o'ylab shunaqa ochib ketishgan. Ketdik, davom etamiz. Bitta like bosib qo'ying, hammaga shunaqa zo'r lokatsiyalardan yaxshi uylar nasib qilsin. Uy ichidan ham podvolga tushsangiz bo'ladi. Bu yerda umumiy sanuzelga joy tashab ketilgan. Bu yerda master spanli kattalar yotoqxonasi, ichida sanuzeli ham bor. Bu yerdan ham mana orqa hovliga qaragan juda ham katta joy tashab ketishgan. Xohlasangiz rom qo'yasiz, xohlasangiz eshik qo'yasiz. Uni muammosi yo'q. O'zingiz mana ko'rib olishingiz mumkin. Uy 100% pishgan g'ishtdan qurilgan ekan, o'rtoqlar. Ketdik, ikkinchi qavatga chiqamiz. Bitta like bosib, kommentariyada menga ham shunaqa uylar nasib qilsin deb yozorgan har bir insonga nasib qilsin. O'rtoqlar, bu yerdan zina qilasizlar, tepaga chiqasizlar, 4-uruvinga bemalol mansarda qilib foydalansanglar bo'ladi. Davom etamiz. Uy joyi sotmoqchi bo'lsangiz, tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman. Boshida pul olmasdan borib obzor qilamiz. Sotilgandan keyin
bizani xizmat haqqimizni to'lab berasiz. Hammasini telefon orqali gaplashamiz. Xo'p, bu yerda yana bitta hol bor. Bolalar yotoqxonasi bor va o'zini terrasa qismi bor. Terrasani qaranglar chiroyliligini. Mana darvozaxonangiz tepasi terrasa. Bu yerga qora oynali qilib yopib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz hozir o'sha tuyalarda gullarni ekib, baland-baland gullarni ekib zo'r qilib olsangiz bo'ladi. Mana uy tepasi ham bemalol zina qilib joy qilib olsangiz bo'ladi. Baland qilib yopilgan. U уже 4-urovень bo'ladi. Xo'p, bu tushuntirdim. Xohlasangiz bu yerda ham bitta to'sib turib spalniy qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda endi hol sifatida tashab ketilgan. Umumiy sanuzel joylashgan bu tarafda. Bu tarafda yana bitta yotoqxona, o'zingiz orqa hovlingizga qaragan oyna romlari bor. Orqa hovli ham keng, havo aylanishlari zo'r, romni ham juda katta tashagan ekanlar, bu yaxshi. Bu yerda ham bitta master spalniy, o'zini sanuzeli bor va o'zini yotoqxonasi bor. Bu xonadonimizni narxi $190,000 baholayaptilar. Pastda egalar nomeri bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilib olsangiz bo'ladi. Demak, Toshkent shahri Yunusobod tumani, Ahmad Donish ko'chasi, Anorzor mahallasida turibmiz. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib savdolashib xarid qiling. Tepada meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib savdolashib xarid uy joyingizni reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bu yerda 3 ta xonadon bor. Boyaga aytganimdek 3,5 sotuvlisi bor va xuddi shundan yana bitta bor. O'rtadagi sotilgan, umumiy 4 ta qurilgan. Demak, sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga telefon qilasiz, kelishib, borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda chiroyli hovlilarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.